Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Sizlar yaxshimi? Novoslarga baho beramiz. O'zgarishlariga hozir uyda 2 ta novosimiz bor. Chexda 13 ta. Hozir uydagi novoslarimiz o'zgarishlariga baho beramiz. Bu novoslar sentyabr oyida olingan, o'tgan yili. Sentyabr oyida olinib, hozirgi muddatgacha yetti oy vaqt bo'lyapti. 7 oy bo'ldi bu buqalarimizga. Yetti oylik buqalar. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, oz fursatlarda Alloh barakasini bersa, novoslarimiz tayyor bo'lib qoladi. Mana shu qora novosimiz juda ham bir bo'lakcha o'zgardi. Bilmayman, qonida qanaqadir gibrid bormi yo bir boshqacha bir parodami bu. Bu molda hali kuragi ham chiqqani yo'q. Umuman kuragi chiqqani yo'q, lekin juda ham chiroyli o'zgaryapti. Ko'z tegmasin, Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ko'rib, layklarni bosib, kommentariya obuna bo'lamiz. Xudo xolasa yangi boshlaganmiz. Xudo xolasa narigi novoslarimizni ham ko'rsataman. Qanaqa yem berilyapti, qay shaklda baqilyapti, qanchadan yem yeyapti. Xo'p, bu novoslarimiz kelganiga 7 oy bo'lgan bo'lsa, hurmatli obunachilar, boshida hech qancha yemagan, faqat kepakda turgan 2 oy. Hozirgi vaqtga kelib 2 kilo kunjara yeyapti. Bir mahaliga 1,5 kilo kepak, 3,5 kilo kech payt yana 2 kilo kunjara, 1,5 kilo kepak. Xullas kalom 7 kilo yeyapti hozir. Yo'q. 5 6 kilo. Yo'q, 7 kilo yeyapti, hurmatli obunachilar. Tarozim yo'q, hali chamalab beraman. Mana shuning uchun ashtaqa bo'lib qopti. Xo'p, hurmatli obunachilar, shunaqa.